Hammaga assalomu alaykum, kanalimizning obunachilari. Bugungi videoda mana shunday botda qanday pul ishlashni o'rgatib o'taman, referral orqali. Xo'sh, birinchi o'rinda ushbu botni topib olasiz. Mana hayot pastqizg'icha pul pastqizg'icha bot desangiz chiqib keladi ushbu botimiz. Va bunday qo'llanmani tushuntirib o'taman. Botni boshlashni bosasiz, start tugmasini. Botga xush kelibsiz, telefon raqamingizni yozing deydi. Va mana xullas start bosib, Telegram kanalimizga obuna bo'lishingizni so'raydi. Obuna bo'lib, tekshirish tugmasini bosasiz va bizda menyu chiqadi. Ushbu menyularda pul ishlashni bosasiz va sizga mana bu havolani beradi. Ushbu havolani xohlagan ijtimoiy tarmoqlaringizda do'stlaringizga ulashasiz. Ushbu havola orqali kelgan har bitta odam uchun sizga bot 1000 so'mdan to'laydi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Buni qolganlarini ham tushuntirib o'taman. Bu yerda sizning hisobingiz ko'rinib turadi. Nechta odam chaqirganingiz, qancha balansingiz borligi hammasi ko'rinib turadi. Xo'sh, top o'yinchilar. Eng ko'p ball to'plagan o'yinchilar. Bularga ham hafta oxirida sovg'a ulashib boramiz, ya'ni pul beramiz. Qasdingni olamiz va pul yechishga kelsak, ikkita yechish turi bor. Xparbet bilan Lukipariga. Misol uchun siz Xparbetga yechmoqchi bo'lsangiz, Xparbetdan Bek 50 promokod orqali mana bu yerda shartlar yozib o'tilgan. Xparbetdan Bek 50 promokod orqali ro'yxatdan o'tib pul yechsangiz bo'ladi va botga mana shunday ID yuborasiz. Xparbet ID akkauntingiz yoki Lukipari tanlab yuborsangiz bo'ladi. Shunaqa to'lov cheklari shu kanalga tashlab o'tamiz. Mana biz obunachilarimiz doimiy pul yechmoqda, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa murojaat, adminga murojaat qilsanglar bo'ladi. Tushunmagan joyinglarni. Shu botimiz shu, o'tib olinglar, ishlanglar, charchamanglar, o'zinglarni asranglar, sog' bo'linglar.